Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan yakuniga yetgan hafta mobaynida amalga oshirilgan ishlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Hafta boshida O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashining navbatdagi plenumi bo'lib o'tdi. Unda partiya hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi faoliyati muhokama qilinib, kelgusi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasining shu kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida davlat veterinariya nazoratini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. 28-aprel kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Toshkent shahar kengashi hamda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti hamkorligida kichik qadam katta o'zgarish shiori ostida ekologik aksiya tashkil etildi. Shuningdek, mazkur sanada O'zbekiston Ekologik partiyasi vakillari Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan ekologik tadbirda ishtirok etdi. Rossiya Yoshlar partiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirda MDH davlatlaridagi yoshlar partiyalari vakillari qatnashdi. Mazkur tadbirda O'zbekiston Ekologik partiyasi vakillari xalqaro ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha takliflarini bildirishdi. 29-aprel kuni partiyamizning Tuproq Qal'a tuman kengashi, ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasining tuman bo'limi xodimlari hamda Sayapir mahallasi faollari bilan birgalikda jamoatchilik nazorati tadbirlari o'tkazildi. Mazkur tadbir doirasida hududdagi Amudaryo, Zarafshon, Bestopan suv tarmoqlarining faoliyati atroflicha o'rganildi. 30-aprel kuni Yoshlar kuni munosabati bilan partiyamiz Markaziy kengashda tashkil etilgan ochiq muloqot yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Unda oliy ta'lim muassasalari talabalari, yosh siyosatchilar va startap g'oyalari mualliflari ishtirok etib, o'z taklif va tashabbuslari bilan faol qatnashishdi. Aziz kuzatuvchilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev 29-apreldan 2-mayga qadar Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida bo'lib islohotlarning borishi, qonunlarning ijro etilish holati bilan tanishdi. Shuningdek, saylovchilar bilan uchrashib, ularning murojaat va takliflarini o'rgandi. Fraksiyamizning boshqa a'zolari ham o'zlariga biriktirilgan hududlarda bo'lib, aynan masalalar yuzasidan o'rganish ishlarini olib borishdi. Bizlarning kuzatib boring shu kabi tadbirlar bilan yanada batafsilroq tanishtirishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.